Aka necha pulga baraka bo'ldi? 97 2023 yurgani qancha edi? 103 ming yurgan toza. Barakasini bersin aka. Kelar xudo xolasa 2023 103 ming yurgan toza metan gazlari bor, yumshoq gazlari bor. Men avtomat korobka sotildi 9700 ga. Aka sotildimi? Sotamiz. Ma'lumotlar qanaqa? 2022 69 ming yurgan kraskalar top toza, metan, propan gazlari bor, pokoleniya yumshoq olingan avtomat korobka. Aloqa uchun nomer ayting. 99lik 433 71 57. Puli qancha deysiz? 11,5 ga berasizlar. Xo'p, aka mayli baraka. Aka ma'lumotlari qanaqa? 2023 79 ming yurgan kraskasi qanaqa? Bitta kiloda bor, benzin 9650 ga baraka bo'ldi aka. Mayli aka, barakasini bersin. Midnight bo'lgan ekan. Orqadan ko'rinishi. Aka sotildimi? Ma'lumotlar qanaqa? 2022 138 ming yurgan kraskasi qanaqa? Toza. Metan gazi bor, propan gazlari bor, 4-pagan avtomat korobka. Puli qancha aka? 9,5 ming qilish. Qancha berasiz? 9,5 ming qo'shilsa berasizmi? Qo'shilsa berasiz. Aloqa uchun nomer ayting. 94lik 798 39 39 a 9,5 mingga qo'shilsa beraverasizlar. Gench qo'ram. Bo'ldi aka, mayli, barakasini bersin. Kelar xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Cobalt Midnight aka bu. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight qora faralarda, qora diskalarda bo'ladi. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Evakorlar tashalgan, chexollar taqib qo'yilgan. Registratsiyani olib qo'yibsizlar, ha? 135 ming 329 ming yurgan ekan. Tak. Aka orqasini ochib qo'ying. Kelar mana orqasi, xudo xolasa zapaskalar joyida turibdi ekan. Propan gazlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu 65 talik, ha? 90 talik. Ha, 90 talik. Qancha yuradi 90 ta bilan? 1000 kilometr yuradi to'liq bo'lsa. Tak. Bir qator motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana motor holatlari. 2025 yurgani 135 ming, kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Narxi qancha mashina? 11.300 dan o'tib berasiz. 11.300 dan o'tib berasizlar. Faqat narxmi yoki nasiya savdo ham bormi? Banki bor. Faqat narx. Ha, mashina banki bormi? Qancha qo'ygan? 100 ming o'rtasida qo'ygan. 100 million o'rtasida qo'ygan. To'lab 7 oydan keyin to'langanda. 7 oy to'langan, qolgani qolgan. Aloqa uchun nomer aytinglar. 88lik 88lik 339 339 50 50 02 akalar bemalol telefon qilib kimga qiziq so'rab surishtirib olasiz. Akalar, keyingi Cobalt mashinamiz yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan, uzun radno diskalarda. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Evakorlar tashalgan, mexanikada Tesla monitorlar o'rnatib qo'yilgan, 118 ming yurilgan barlari bor. Bu orqadan ko'rinishi mashinamizni. Biz yonboshdan bir qator motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu motor holatlari 2021 118 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Orqa kriloda kraskasi bor, qolgan joyi toza. 118 ming yurgan. Dokumentlar qanaqa? Mexanikada. Generalni chiqardi. Gench qo'radi. Debo dokument bo'laveradi ekan. Mashina narxi qancha? Bo'ladigani 9 mingga beradi. Bo'ladigan 9 ming. 9 mingdan boshqa o'tilmaydi. Oxiri 9 ming. Bozorga necha pul aytyapsiz? 9600, 9300 aytyapsiz. Aloqa uchun nomer ayting. 90lik 90lik 547 547 29 29 akalar 2021 Cobalt istagan mexanikadagilar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olasizlar. 9 ming oxirgi narxi ekan, 9300 bozorga aytyapti ekan. Akalar, keyingi katta bolalarning mashinasi yumshoq balonlarda, o'zini radnoy diskalarida salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakorlar tashalgan, barlar qo'yilgan, oldi sidinlar isida, rullari almashtirilgan ekan, BMW Mercedes rullar qo'yilgan. Bir qator orqalarini ham ko'rsatamiz.
Zapaskalari ham joyida turibdi. Mashinamiz benzinda ekan. Bu yon boshdan ko'rinishi. Aka, mashina yili nechi dedingiz? 23-39 ming yurgan. 23-39 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza, bitta eshik radnoy. Kraskasi toza, bitta eshik almashgan radnoyga. 4 yangi balonda. 4 yangi balonlar qo'yilgan, Malibu rullar 909 pultlar qo'yilgan. Narxi qancha aka mashina? 12900 deyapmiz, kamini qilib beramiz. 12900 dan kami bor. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi? Nasiya savdosi 3 oygacha kelishadi. Nasiya savdo 3 oygacha dev mashinalariga, yili pastlarga barter bor. Allaqachon nomer ayting. 90lik 144 50 02 akalar, bemalol Gentra istagan tanishlarga tashlab ko'rasizlar. So'rab surishtirib olaverasizlar. Aka, yil necha uni sotdingizmi yo sotamizmi? Necha pulga oldin aka? 9 ga yili qanaqa? Yurganichi? Barakasi bersin. Aka, sotildimi? 2014 yurganichi? 415. Kraskasi? Mexanika. 4800. Barakasini bersin. Aka, sotildimi? Sotildimi? Qanchaga? 900. Kredit bor. Ha, 900 krediti bormi? Ha, mayli. Akalar, Andijon mashina bozoridan 2022-yil Cobalt mashinasi yumshoq archa balonda taqib qo'yilgan. O'zini diskalarida salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Eva korrellar tashalgan, avtomat korobka, 78 ming yurgan. Chexollar taqib qo'yilgan ustidan. Bu mashinamizning orqadan ko'rinishi. Aka, bu metanmi yo propanmi? Propan gazlari bor. 2022 78 ming yurgan, kraskalari top toza. Hujjatlar qanaqa aka? Gen chiqoram? Liboy dokument chiqoradi. Mashinaning narxi qanchaga? 10 ming. 10 ming kami bor, 10 mingni o'tib berasizlar. Mashina rasxod yo'qmi aka, hech qanaqa? Bez rasxod, hech qanaqa hadovoy, motor, pator hech qayerda rasxodlar yo'q. Chizilgan, qirilgan joylari ham yo'q. Tushunarli. Benzin yurgan 2 oy bo'ldi, propan gazlar qo'yildinglar. Tushunarli aka. Dev mashinalarga barter ham bormi? Bo'laveradi. Keyingisi ham sizdan, hammasini bitta olaman, oxirida nomer aytaverasiz aka. Buni yili necha aka? 2025-yil yangi Midnight, qora diska, qora faralarda bo'ladi aka. Bir qator salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Akamizdan mashinalari ko'p ekan. Eva korrellar tashalgan, salafallari ham olinmagan, hidlari ham ketmagan, shunday turibdi. Yurgani 31500 ekan. Orqa knopkalar ham qilib qo'yilgan ekan aka. Yumshoq diskalarga, yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Bizning radnoy diskalarida. Tak. Bu ham propanda ekan. 650 kilometr yuryapti. Bitta Andijon mashina bozorida Nexia 3 varaka bo'ldi. 6475 dollarga chexollar taqib qo'yilgan ekan. Konditsionerlar ishlab turibdi. Mexanikada metan gazlari bor. 137956 kilometr yurgan. Yumshoq balonlarda oddiy diskada kalpaylar taqib qo'yilgan. Kraskalari top toza. Shu oldida bitta shu yerda petnosi bor. 2020-yil 6475 dollarga Andijon mashina bozoridan shanba kunida baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Andijon mashina bozoridan Nexia 3 so'ragan akalarimizga yumshoq balonlarda diskalar qo'yilgan ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pastlari linoleum qilingan ekan, poligi yo'q. O'zini chexollarda barlar qo'yilgan, mexanikada. Yurgani qancha dedingiz? 334 ming. 234 ming yurgan. Qator orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Bu mashinamiz yondan ko'rinishi. Kraskasi qanaqa aka? Ikkita eshikda o'rtasida petnovisi bor, qolgan joyi toza. Tagida. Qolgan joyi toza. Puli qancha aka? 62 ga beramiz.
6200 ga chapcha o'tib berasizlarmi sunnatiga? Sunnatiga. Sunnatiga o'tib berasizlar. Faqat naqd yoki nasiya savdo ham bormi? 5 ming bo'lsa beraman. 5-4 ming bo'lsa 5-6 oygacha nasiya savdo ham bor. Bir Ha, 1 oy, 2 oygacha. Dev mashinalarga barter ham bormi? Bor. Yili pastroq, eskiroq boshqa bo'lsa yo'q. farqi yo'q. Aloqa uchun nomer ayting. Chevrolet nomi bo'lsa bo'ldi ekan akalar. Bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olasiz. 88 dek 279 64-65 akalar. Bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olasizlar. Hech kim aytganda sotmagan. Andijon mashina bozoridan Nexia 3 yumshoq balonlarda o'zining diskasida salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Shumkalar bo'lgan shekilli aka. Rosa og'ir ekan. Shumkalar polni bo'lgan ekan. Linom qilinib ustidan poli tashlab qo'yilgan ekan mexanikada. Yurgani qancha aka buni? 186 ming yurgan. Orqani bagajni ochib qo'ying. Bu mashinamiz orqadan ko'rinishi. Knopkasi ishlamay qolibdi shekilli. Ha, ko'rsatib yuborsa bo'laveradi. Metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida ekan. Bu mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Bo'ldi, yoqib ko'ring aka. Yili necha aka buni? 2020. 186 ming yurgan, kraskalari top toza. Metan gazlari bor, yumshoq balonlarda, kraskasi top toza deysiz. Narxi qancha aka? 7200. 7200 dan kami bor. O'tib berasizlar. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bor? 4-5 ming puli borlar, aloqaga chiqsa 6 oygacha nasiya savdo bor. Dev mashinalarga barter bormi yili pastlarga? Nexia 2 Matiz'ni holatda bo'lsa. Nexia 2 Matiz barter ham bor. Lasetti yaxshiroq mashin bo'lsa, foydasi bo'lsa kelishib olsanglar, bemalol barterlar ham bor aka. Aloqa uchun nomer ayting. 90 759 7017 akalar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan Nexia 3 istagan tanishlarga jo'natib berasizlar. 2015-yil bu Lasettimi aka? Gentra. Polilari bor ekan, chexollar taqib qo'yilgan, Tesla monitorlar qo'yilgan, mexanikada konditsionerlar ishlab turibdi. Qator orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan o'zining diskasida. Orqadan ko'rinishi, metan gazlari bor, o'rab qo'yilgan ekan va zapaskalari ham joyida. Bu 2015 Lasetti bu birinchi chiqqanlaridan ekanda, 14. Gentra. 2014 shu 14 dan boshlab chiqqan bo'lsa, bu 2015 ekan. 2015 yurgani qancha? Yurgani 290. 290 ming yurgani, kraskasichi? 40% yuzaki bor. 40% yuzaki bor, ichiga o'tmagan. Mashinaning narxi qancha? 6200 dan o'tib berasizlar. 3000, 4000 puli borlarga 5-6 gacha nasiya savdo bor. Dev mashinalariga yili pas, Matiz, Nexialarga barter ham bor. Aloqa uchun nomer ayting. 90 759 7017 dagilar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olasizlar.